Mana Fazliddin Xonishim bu ziyoratga kelgan mana suvning bo'yiga. Mana ayting endi boya guringizni ayting endi. Şu dünyani ostini ustun bo'lib ketmasligi odamlarning gunohidan. Ikki toifa insonlardan biri chaqaloqlar bo'lar ekan begunoh. Ha. Yana biri avliyolarning sultoni kutub darajasiga yetganlar kutublar bo'lar ekan. Kutublar deyiladi ekan avliyolar darajasiga. Lekin ular bildirmaykan o'zini avliyo bo'lgan, avliyoligini bildirmaykan avliyolar. Ha. Shular sababchi bo'lib turar ekan dunyoni ostini bo'lib ketmasligi. Alloh do'stlari bo'ladi avliyolar. Mana shunday, balki mana shunday zovlarni toshlar orasidan chiqayotgan buloqlarni ham suvni chiqishiga sababchi bo'lgan zotlar shular bo'lishi mumkin-da. Endi Alloh alam, Alloh biladi, chunki ko'p davrlardan beri har bir qadam yetmagan joy bo'lmayganda qutublar, avliyolar sultoni hamma joyda bo'lib chiqqanda ular. Ular endi juda oliy darajaga yetgan bo'ladi-da. Allohning bir zikri bilan xohlagan joyida bo'lib chiqqanda u zotlar. Shunday odamlar borda bu qishloqlarda ham shunday bir yaxshi odamlar borki, Alloh taolo shunday buloqlarini chiqarib qo'ydi-da. Shunday. Ha, yaxshi odamlar ko'p qishlog'imizda. Avvallar ham bo'lgan, bobolar yaxshi ko'p ko'rgan. Alloh taolo shunday mo'jizalarni berib qo'ydi bular. Qarang, buni sotib olmaysiz, pulga olma suvimizning, qishlog'imizning hamma nomi shu suvga bog'liq. Olma suv deyiladi. Asli nomi. Mana yoqda ana bo'lgan deydi oldin. Olma bo'lgan. Olma daraxti bo'lgan deydi oldin. Stolba turgan joyda. Aha. Shu stolbada mana shu qayerdadir shu atrofda bo'lganda, shuning evaziga keyin olma suv deb. Olma suv yo'q, u emas. Olma suv deb nomlanishiga sababda. Men keyin bir eshitdim deysham bor. Ha, birovlar masalan befarzand bo'ladi yo boshqa bo'ladi, bir yilga osh beradi, ko'pkar beradi-ku. Duo olish uchun. Shunda bir ko'pning duosi ko'l deydi-ku. Shundan keyin men bir eshitdim, ko'pning duosi ko'l emas tag'in, shu ko'pning ichida kimlarningdir duosi bir qandaydir bir yaxshi odamlarning duosi ijobat bo'lib ketar ekanda. Bekarda jamoat bilan namoz o'qib, jamoat bilan duo qilinmaydi. Shularning ichida duo qabul bo'ladigan zotlar bor-da. Alloh o'zi biladi, kimning duosi aydin. Hayerdan boryapti? Hayli, tepa mana qilingan-ku. Bot bo'ladi bular. Bugina shunday odamlar ichida avliyolar o'tirgan bo'ladi, uni Xudoning o'zi biladi. O'zini bildirmaydi ular, Alloh o'zi biladi. Zirk bu, zirk qishning kuni. Urab bo'lgan joyi bu. Yo'q.